Hop yüreklik bilen hem savdogarlarga hem savdo qilmoqchi bo'lganlarga nasihat qilib deb chiqdim. Avval hammalarning bugungi Qurban hayitlaringiz muborak bo'lsin. Men e'lon tashviqot qilib o'tirmay bugun. Bevosita darslar kim so'zlab beray. 3-4 minut anglab boqinglar. Agarda kallangni ichilib qolsa, mayilisi balkim yomon emas bir boylik yarata olishingiz mumkin. Birinchisi shu savdogarlarga ham savdo qilmoqchi bo'lganlarga deqinim. Endi do'kon ochmanglar. Amaliy do'konga qattiq yaqin kelmanglar. Nimish yaqin kelmanglar deyman desanglar, esingizda cho'qim tutinglar, pul tepish degan gap, shamol eg'izi degan gap. Odam bu umrida bir ishga qitim shamol eg'izini tutib boqmasa, bu odam bu umrida mangu pul topolmaydi. Lekin jiq odamlar mushu birga birni qo'sha, tang 2 degan mushu oddiy bir savolni murakkablashtirganlik. Men sizga dey bir soha jamiyatda paydo bo'lg'ili 10 yildan oshgan bo'lsa, u sohaninki shamol eg'izi bo'lmaydi. U sohaninki boy bo'lish fursti bo'lmaydi. Bir soha endi tug'ilgan bo'lsa, jamiyatninki ehtiyoji mushunga qarab mang'an bo'lsa, undaqda ma sohani qilsangiz pul topsiz. Siz ishlamsiz, shammamsiz, men mushu 3 yil jarayonida necha mingta loban bilan aloqa qilib boqdim. Yilda milliard pul topgan, 10 million pul topgan, 100 million shu pul topgan odamlar bilan ko'rishib boqdim. Hatto mushu ichkariga davomli dars o'rgangilik kelsammi, oyda boylar bilan ko'rishib, shulardan siz qanday natija qozongan, siz qanday pul topgan desa, ular deydi, bir kasbni qilg'ili 10 yildan oshganligi, shu kasbda o'zininki xongi rinji kasbdagi bilish doirasininki yuqoriligini so'zladi. Ham shu kasbni qanday qilganligini so'rdim. Qanday qilib hozir raqobat kaskin vaqtda shu odamning pul topganini so'rasam, u deydi boshqalar bilmaydigan narsani bilgan. Shunga hozir bir kasb 10 yil, 20 yil, 30 yil jamiyatda barliq kap bo'lgan bo'lsa, undaqda bu kasbni taraqqiy qildirish uchun mush kasbni ajoyib tushunishingiz kerak ekan. Agar bu kasbni tushunmasangiz, siz pul topmoqingiz nihoyatda ters hisob mumkin. İkincisi, barliq pul topgan boylarninki nimishqa pul topalaydi desa, kasb 90% o'rinni egallayotgan. Men ko'rdim, o'sha bir mingta loban pul topgan odamni ko'rib, sizlarga degan gap bu. Xato anglamadingiz, kasb 90% egallaydi. Sizning pul tepish topolmasligingizni kasb 90% egallaydi. Mayli kallangizni tomga yiring, qanday qilsangiz qiling. Mayli men degan ajoyib aqlliq deb keting, sizning pul tepishingizni kasb 90% belgilaydi. Shunlashqa 10% kasbga bo'lgan bilish doirangiz belgilayotgan sizning pul tepishingizni. Shunlashqa bugungidek raqobat kaskin vaqtda pul topadigan sohani qiling. Pul topmaydigan sohadan voz kechishni o'rganing. Xuddi meningki logikam qanday desa, meningki logikam bir ishni qilsam, pul topa olsam qitma. Pul topolmasam darhol chekinib chiqib, yangi usuldagi pul topadigan sohalarni, ishlarni o'rganishga jur'at qilma, shu hunarlarni qabul qilishga jur'at qilma. Lekin jiq odamlar o'zini go'llab, bechora qiyofatiga ko'rilib, to'rsasiga yo'llab, bugun mana savdo yo'q, aytulab kelsimi deb onda binasini yo'llasangiz, xalqlarning sizlarga ish chaqirib, sizlarga ish tasliqib, do'koningni urib, sizlarga binasini olmaydi. Shuni men deyman, kasb 90% egallaydi. Sizningki kasbga bo'lgan bilish doirangiz 10% egallaydi. Shuni siz pul topib desangiz, pul topolmagan ishdan chiqib, pul topalayotgan ishlarga yurish qiling. Burunroq. Yana hozir yurish qilmasangiz, masalan hozir eng pul topadigan sohalardan men debbi. Shpinxovda jibo qilish, shpinxovni o'ynash. Ya'ni shpinxovning iqimi ayni vaqtdagi do'yinninki iqimiga teng. Bizning 80% xaridor shpinxovdan ketib. Shunga hozir shpinxovga yurish qilsangiz, ham qilayotgan ishlaringizni shu sirqarog'iga esib, jibo qilib, qisqa film orqali, danshpin orqali qandaqsiz setish orqali lekin balkim savdingizni yaxshilay olishingiz mumkin. Bo'lmasa, asos jihatdan savdingiz oydan oyga nacharlashga hargiz yaxshilanmaydi. Ikkinchisi, fansi to'playotgan sohani qiling. Mayli kursuringizni satsangiz, sating, uydagi qo'ylaringizni satib, beyt o'tkazmasangiz mayli. Lekin cho'qim qanday qilsangiz qilib to'rsasida fans to'plang,
sizni to'rda 20 ming 30 ming odam yaxshi ko'rsin. Agar 20 ming 30 ming odam yaxshi ko'rsa, siz to'r sohasida o'sha 20-30 ming odamninki ehtiyoji bor. Odam o'zi yaxshi ko'rgan odamdan mas'uliyat sotyapti. Shuni siz 10 ming ko'p pul xarjlab, 20 ming ko'p pul xarjlab to'r sohasida 20 ming 30 ming fons to'play olsangiz, 100 ming ko'p mablag' silib 100 ming 200 ming fons to'play olsangiz, asas jihatdan har yilda 1 million ko'm yarata olasiz. Hatto shu 1 million pulni xato anglamadingiz, oqimaqa 10 yilgacha topiladi. Oqimaqa 10 yilgacha topa-olasiz. Mana bu nima desa, qisqa film kasbininki, jibo kasbininki sizga olib kelgan xonglisi hisoblanadi. Shunga 2 yilni o'tmay fons to'plashga mablag' solsanglar, fons to'plashni o'rgansanglar bo'ladi. Bu nihoyatda osonki, sizlarning o'ylaganinglardek anda qiyin emas. Buni shu qandoqsiz ustamdan birini topib o'rganishingiz kerak. Xuddi lag'man etib odam osmon qalab o'lsa lag'man etishni o'rganib qolmaydi. Polo etib odammi polochilikni boshqalarning qishiga berib, birmuncha pul to'lab, pul qaysangiz polo etishni sizga o'rgatib qo'ydi shundaymi? Shuni siz qisqa filmdan foydalanib pul topib desangiz, ichkariga kelib, ichkaridagi mushuni qila olgan ham o'rgatadigan odamni o'rgansangiz bo'ladi yoki Shinjongdagi o'rgatadigan odamlarni izlab berib o'rgansangiz bo'ladi. Bu qisqa film sohasi degan 10 ming ko'y mablag' silib, 20 ming ko'y mablag' silib boshlig'ilayotgan, hudda ziyon chiqmaydigan bir sohaninki bir hisoblanadi ko'pchilik. Shuni burunroq harakat qilsanglar, burunroq qo'zg'alsanglar, balkim bir ashkildan keyin kelib marhamat aytib qolishingiz mumkin. Shuni hozir kallangizni ichib, sagaklashtirib, bular hozir AI texnikasi qilyapti. AI muallim bo'lsangiz bu ayni. AIdan foydalanib, boshqalarga rasmlar bersangiz bu AIdan foydalanib nurg'un pul topadigan ishlar shakllanyapti. Ham AI kasbimi shakllanyapti. Xuddi hozir cho'ng korxonalar, o'ttir korxonalarda mushu kompyuterning ichiga AI detalini kugizib, AIni ishlatishni o'rganyapti. Shun kelgusida qandaydan shallanadi desa, AI degan aloqa saymonni ishlatib turib xizmat qilolmaydigan odamlar shallanadi. Shunga ko'pchilik, "Men AI muallim emas. Ham AI to'g'riliqmi sizga bir narsa o'rgatmayman. Shu sizlarga qilgan nasihatim, pul tepishinglarni 90% kasb egallaydi, 10% kasbga bo'lgan bilish doiranglar egallaydi. Shunga pul topa olgan ishni davomli qilinglar, pul topolmagan ishni qanday qilsizlar, darhol tashlab o'tib pul topa oladigan ishlarga yurishinglar demakchi. Bu misol oldingi yilda 6 milliondan ortiq igilik qilayotgan odam pochani olib ketibdi. Balkim mayil oyoqlashib bo'lsa, yana uyg'onmasanglar, balkim keyingi mag'lub bo'lgan odam sizlar bo'lib qolishingiz mumkin. Ham sizlarning ishlari o'ngishli bo'lsin. G'anjo qilmag'anlar, g'anjo qilinglar, bilish doiranglarni yuqori ko'tarasizlar.